Bahor o'zining ilk iliq shamolini shahar ko'chalari va bog'lariga tarqata boshlagan pallada men tasodifan uni uchratdim. Dugonamni eri bilan ularning ko'zlari bir-biriga qanchalar mehr bilan boqayotganini ko'rib yuragim g'alati urdi. Ammo bilmadim, bu faqatgina qiziqishmi yoki yashirin ixtirosmi. Kunlar o'tdi. Biz ko'p uchrashib turadigan bo'ldik. Go'yoki tasodifiy, lekin aslida har bir uchrashuvni sabrsizlik bilan kutardim. U menga ko'z ostidan qarardi. So'zlari oddiy, lekin nigohi butun vujudimni larzaga solardi. Bir kuni yomg'irli kechada u meni kutib oldi. Dugonam safarda edi. U esa uyda yolg'iz, qorong'ulikda deraza oldida turib, asta-sekingina qo'llarimdan tutdi. Nigohlarimiz bir-biriga tushdi va shu lahzada hammasi o'zgarib ketdi. Uning lablari mening lablarimni topdi. Quchoqlari issiq va himoyalovchi edi. Yuragim vahimali va shirin bir ritmda urardi. Har bir nafas, har bir teginish ixtiros bilan to'la, chinakam sevgi kabi his qilinar edi. Shu kechadan boshlab biz yashirin uchrashuvlarni boshladik. Har galgi ko'rishuv yanada ixtirosli, yanada romantik bo'lardi. Biz bir-birimizga begona emasmiz. Yuraklarimiz allaqachon bir-biriga ko'chib bo'lgandi. U kechadan so'ng hammasi o'zgardi. Har kuni men uni ko'rish istagida yonardim. Uning qo'llari, iliq nigohi va beg'ubor tabassumi meni o'ziga yanada bog'lab borardi. Biz endi faqat qisqa suhbatlar bilan cheklanmasdik. Har bir uchrashuvimiz ixtiros va sevgi bilan to'lib toshardi. Bir kuni u meni shahar tashqarisidagi sokin qirg'oqqa olib bordi. Suv yuzida quyosh aks etar, mayin shamol sochlarimiz bilan o'ynardi. U menga qarab qo'llarimni mahkam ushlab, men seni birinchi ko'rganimdayoq yuragim bezovta bo'lgan edi. Endi esa sensiz yashashni tasavvur qila olmayman dedi. Men javob qaytarishga ulgurmasimdan u lablarimni o'pib meni bag'riga tortdi. Ularning o'rtasidagi har qanday chegaralar shu ondayoq buzildi. Biz suv bo'yida qum ustiga cho'zilib, bir-birimizning iliqligimizdan mast bo'ldik. Har bir teginish yanada chuqur hislarni uyg'otar. Ixtiros go'yo to'lqinlar kabi bizni quchardi. Tungi osmonda yulduzlar porlab turar. Faqatgina shamol va yurak urishlarimiz ovozi sukunatni buzardi. U meni bag'ridan qo'yib yubormasdi. Men esa hech qachon bu lahzaning tugashini istamasdim. Bu sevgi ixtiros bilan boshlangan, lekin endi haqiqiy tuyg'ularga aylangan edi. Men bilardim. Bu munosabat oddiy sarguzasht emas, balki yuraklarimizni abadiy bog'lagan muhabbat hikoyasidir. Men o'sha kuni yana uni ko'rish uchun qirg'oqqa bordim. Yuragim hayajondan qattiq urar. Bu hissiyotni na so'z, na aql izohlab bera olardi. Uning qo'llari, iliq bag'ri, lablaridagi mehr meni o'zimni unuttirdi. Men bu dunyoda faqat uni his qilardim. Vujudim uning teginishlarida, ko'nglim esa faqat bir so'z atrofida aylanardi. Sevaman, ammo o'sha lahzani taqdir bizdan ayirdi. Birdan ortimizdan tanish va sovuq ovoz eshitildi. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Men titradim. Yuragim o'sha zahoti orqaga tortildi. U edi. Erim nigohida ishonchsizlik va g'azab aralash qattiq sovuqlik bor edi. Na o'zini, na meni eshitardi. Men labim qaltirab unga biror nima demoqchi bo'ldim, lekin tilim harakat qilmadi. Uning nigohi faqat meni emas, sevgimizni, ixtiroslarimizni va barcha yashirin orzularimizni to'liq fosh qilib turgandi. U qo'limdan mahkam ushlab meni olib ketdi. Men ketayotib orqamga qaradim. Ko'nglim, butun borlig'im hali ham u yerda, uning yonida edi. Mashina oynasidan unga oxirgi marta qaradim. Yuragim yomon qisildi. Bu sevgi yolg'on emasdi. Men bilardim. Bu ixtiros, bu tuyg'ular chinakam edi. Faqat hayot va vaqt noto'g'ri joyda
noto'g'ri odamlarni uchrashtirib qo'ydi. Tunlari uxlay olmadim. Eshik yopildi. Yopilgan ko'zlarim yumuq, ammo qalbim hali ham u bilan o'sha qirg'oqda edi. Hikoyani davomi sizga qiziq bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va albatta izohlarda yozib keting.